Всем привет! Bugun sizlar bilan kvartirada turgan qizlarni narsalardan ovqat qilamiz. Mana bu ham qizlarniki. Taqamiz. Tur, o'zi kam ishlataman. Böyle oldu. Va aslida sizlar bilan chaqchaq qilamiz. Hozir internetda tarqalib yurgan gap to'g'risida. O'chim men topdim. Mana bunaqa gidrofilni bor ekan qizlarda. Xo'sh, birinchi bo'lib shuni ishlatamiz. Xiyonat to'g'risida ozgina videolar tarqalib yuribdi. To'g'risida hamma blogerlar gapirib chiqdi. Hech kim qolmadi, почти Buxorodan gapirmagan. Bitta men qoldim desam. Meni ham ko'pchilik atmetka qilibdi shu videolarga, o'zimga tashlayapsizlar, qancha video screenshotda to'lib ketdi. Nimaga gapirib chiqmayapsiz, gapirib chiqing deb. Bor, misol uchun men o'zimni shaxsiy granitsam bor, o'shandan tashqariga chiqishni ham ko'raman to'g'risi. O'zimni muammolarim, bolamni, erimni, hamma muammolarim o'zimga yetadi-da, boshqa kishini muhokama qilish bu menga emas deb o'ylayman. Undan keyin o'zini samimiy nima bo'lgan, nima qo'ygan o'sha odamdan boshqa hech kim nima bo'lganini bilmaydi. Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Hamma odam nimadir istoriyani gapirib beradigan payti o'zi uchun ozgina joy qoldiradi-da, tushunyapsizlarmi? O'zini защищать qilish uchun ozgina joy qoldiradi. Bu fakt. Bu narsa fakt. Hech kimga aytilmaydigan fakt bu. Lekin buni tan olish kerak. To'ynerimiz ekan bu. Shunaqa. Mashqsizman, точно qildi. Inson o'zlari aytganlar, даже turmush o'rtoqlari bilan nechadir oy yashamaganlar, lekin razvodga bermaganlar, lekin yashamaganlar nechadir oy. Endi nechadir oy yashamagandan keyin u inson boshqa kishi bilan yurgan, получается, shunday bo'libdi. U inson bloger, buni spesial qo'ygan bliskiga ularni ayollari ko'rish uchun. Mana tushundingizmi? Tamom ko'raman, qanaqadir mavzuda to'g'risida gapirishni. U bloger bilan yurmagan taqdirda ham boshqasi bilan yurardi-ku, xotini bilan 4-5 oy yashamagandan keyin. Mana bunaqa narsa bor-da. Razvodgacha borish shart emas, отношения uzilib ketishi uchun. Men shuni o'ylayman. Dokumentalni kerak bo'ladigan narsa bu razvod. Lekin odam bir-biridan sovishi uchun, bir-biridan ajralib ketishi uchun imенно razvodgacha shart emas borish. Hech kimning tarafini olmayapman. Ularni ham, bularni ham taraflarini olmayapman. Zo'rg'a shu kremimdan ham topdim, guliga bergan edim. Endi shuni sotamiz, qaycha yaxshiroq. Ular yurgan odamlari bloger bo'lgani uchun bu mavzu tarqalib ketdi. Lekin hayotimizda bunaqa voqealar juda ko'p. Nechidir oy gaplashmaganlar-ku, to'g'rimi? Ketganlar, Kazanga nechidir oy o'sha gaplashmaganlar, pul bermaganlar. Shunaqa insonlar bor, gaplashib turib, xotini bilan bitta uyda yashab turib, zaodno boshqasi bilan yuradiganlar bor. Listga qo'yishdi dedilar. Bu narsa ham menimcha xato. Shunaqa gaplar, всем пока. O'ylamanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi nazoratim ostida. Fikrlaringizni kommentariyada yozsalaringiz ham mayli, o'qib ko'raman.